Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlı qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısına görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Amerika hökuməti Uyğur məcburi əmgək qanununu icra qilishda po'lat, mis və litiy importini nişanlagan. Yapon vaqti xəbər torining 20 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Trump hökuməti seshanba kuni Uyg'urlarga chetishlik kishilik huquq nafsanchilik, ya'ni Uyg'ur məcburi əmgəki sababidan po'lat, mis, litiy qatorliq texnik ko'p Xitoy tovarlarini import qilishni cheklashni oldingi o'ringa qo'yadiganligini, Amerikaning Xitoydan import qilingan po'lat temir, mis, litiy va boshqa materiallarni tekshirishni kuchaytiradiganligini e'lon qilgan. 4 yillik Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga asosan nishon qilingan yangi yuqori dastlabki sohalarning e'lon qilinishi seshanba kuni Amerika hukumatining majburiy ijro qilish tirishchanligi to'g'risidagi yillik yanglashga kirgizilgan. U yana Trumpning Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi savdo qizil raqamini azaytish va fentanil va oldingi ximiyalik moddalarni tushishini cheklashni maqsad qilgan texnik savdo nishoniga mos keladigan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi buningga inkos qaytirib, ijtimoiy axborot vositalarida o'rtoqlashdi. U mundaq dedi: Trump hokimiyatining Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selish qilmishiga qarta yo'lga qo'ygan cheklash tadbirlari bir boshlang'ich. Yolg'iz jazolar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirmaydi yoki Xitoy Xalq Jumhuriyatining kengayishini to'xtata olmaydi. Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi Xitoyning iqtisodiy va harbiy kuchini kuchaytirdi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish Xitoy Xalq Jumhuriyatini ojizlashtirib, Amerikaning kelgusidagi bexatarligini kapolatga ega qiladi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston milliy harakati İnqilobiy shoir, mustaqillik kurashchisi marhum yetakchilarimizdan Abdulaziz Mahsumning 19 avgust kuni shahid qilinganligining 43 yilligini xotirladi. Ijtimoiy axborotda e'lon qilingan beg'ishlimada mundaq deyildi: 19 avgust kuni inqilobiy shoir, erkinlik kurashchisi Abdulaziz Mahsumning 47 yil turmada yotgandan keyin 1982 yili shahid qilinganligining 43 yillik xotira kuni. Abdulaziz Mahsum 1899 yili tug'ilgan. Uning qat'iy irodasi, fidokorligi va qaytadan mustaqil Sharq Turkistonga bo'lgan tasavvuri xalqimizning mustaqillikni asliga keltirish kurishiga davomli yetakchilik qiladi. Sharq Turkiston milliy harakati bo'lish sifatimiz bilan bu yil avgustda inqilobchi mustamlikachilikka qarshi erkinlik jangchisi, shoir va milliy harakatimizning otasi Abduqodir Abdulvaris Tamulamning o'g'li Abdulaziz Mahsumni hurmat bilan xotirlaymiz. Abdulaziz Mahsum kichikdilla ozodlikning oldingi safidan o'rin olgan. U Hindistonda o'qiyotgan mezgilida Angliyaning mustamlika hukmronligiga qarshi turish kurashiga qatnashgan. Namoyishga rahbarlik qilgan va bu harakat tufaylidan 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu dastlabki qurbonlik berish, umrlik qarshilik ko'rsatish va kurashning boshlanganligini ko'rsatadi. 83 yillik hayotining 47 yilini Xitoyning urushqoq bag'liklari, milliyatchi va kompartiyasining turmalarida o'tkazgan. İşğalçılar qiynash, mahrum qilish va qayta mol-mulk, o'rin va imtiyoz berish bilan uning irodasini sundurmoqchi bo'lgan. U ularning hammasini rad qilib, Xitoyning mustamlikasini oxirlashtirish va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish va'dasida ching turgan. Turmalarning tomlariga yozgan she'rlari, hikmatlik so'zlari xalqimizni ilhomlantirdi. Shon-sharafni yo'qotmaslik, mustaqillikka erishish va qarshilik ko'rsatishga chaqirdi. 1982 yılı 8 ayda Abdulaziz Mahsum Ürümçide Xitoy mustamlikachilarini vatanimizga elib kelgan Xitoy poyezdining ostida ezilib shahid qilindi. Biz ulug' erkinlik jangchisi va inqilobiy rahbarimizning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishda tavranmas ruhidan faxrlanamiz va uning izini bo'ylab mangamiz. Uning aslimalari, ta'limotlari, tavranmas irodasi Sharq Turkiston milliy harakatining Xitoyning mustamlikasini oxirlashtirib, Sharq Turkistonning mustaqilligi va egilik huquqini asliga keltirish harakatlarida yetakchilik rolini o'ynaydi. İnsan haqlari doklati Xitoyda irqiy qirg'inchilik yurgizish, qalaymaqon o'ldirish, g'oyib qilib etish va diniy e'tiqodini cheklashdagi jinoyatlarni sodir qilish bilan aybladi. Washington vaqti xabar torining 14 avgust kunidagi xabarda aytilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligining yillik kishilik huquq dokladida Xitoy Kompartiyasi hukumati o'zi osonlik deb atalgan Uyg'ur va boshqa turkiy xalq va diniy guruhlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deyildi. Bu dokladda tanqidchilarning Amerikaga do'stona davlatlarning inson haqlari dafsanchiligini yengillatish mumkinchiligi to'g'risidagi baholar o'tirg'a qo'yilgan bo'lsa-mu, Beijingning qilmishlariga qattiq baho bergan.
Doklad kishilik huquqdagi muhim masalalar, ya'ni xohlagancha yoki qonunsiz odam o'ldirish, g'oyib qilib etish, qiynash yoki rəhmsizlarcha qilingan inson qalbidan chiqqan pastkash muomalalar, jazolar va ixtiyoriy shundoqla majburiy xarakterlik tibbiy sinoq. Bu holat to'g'risidagi ishonchli faktlarni o'z ichiga oladi. Yillik dokladda Xitoy hukumati 2017 yilidan boshlab 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon Turkiya xalqlarini xohlagancha tutqun qilish, qamash qilmishlarini sodir qildi deyildi. Va yana Xitoy fikr erkinligi va axborot erkinligiga qattiq cheklama qo'ydi. Bu jurnalistlar, advokatlar, yozuvchilar, blog yozuvchilari, o'qituvchilar, arz qiluvchilar va boshqalarni naq tutib turish, shundaqla jinoiy javobgarlikka tortish va tor bexatarligiga, diniy erkinlikka chaq qo'yish, dinni bostirishni o'z ichiga oladi deyildi. Uningdan boshqa yana Xitoyning nufusining eshishiga ilhom berish yangi siyosatiga qaramay majburiy bola tushirib etish va majburiy tug'mas qilib etish, inson atkazchiligi, hatto bolalarning qul qilinishini o'z ichiga olgan qul amgakiga selish ahvollari tilga ilingan. Beyjing bu ayblashlarni asossiz deb rad qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu hafta dokladni e'lon qilganda, eng yangi dokladning zarur bo'lmagan uchurlarni chiqarib tashlash, o'qishchanlikni yuqori ko'tarish va qonuniy majburiyatlarni ado qilish uchun qayta tuzib chiqilganligini aytdi. Bayonotchi Tommi Beros yangi dokladning siyosiy jihatdagi bir taraflama qarashlarni o'z ichiga olmaydiganligini aytdi. Dokladda o'tgan yili hukumat katibatlarining xohlagancha va qonunsiz o'lim jazosi ijro qilganligi to'g'risidagi dokladlarning o'ttirg'i chiqqanligi, jazo lagerlaridagi rasmiy tutib turilayotgan boshqa mahbuslarning qazo qilinganligi ko'rsatildi. Uningdan boshqa Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va davlat qo'llagan tuzumlashgan kamsitishga ilhom beradi. Arz shikoyatlarni azaytadi va rad qiladi. Shunaqla milliy kultur va tinch diniy faoliyatlarni bostiradi deyildi. Xitoy katibashlari soxta xabar, qonunsiz uchur tarqatish, to'rda o'sak so'z tarqatish jinoyati bilan sonsizlagan begunoh fuqarolarni tutqun qildi. Xitoy Kompartiyasining katibashlari barliq matbuot, tarqatish, elektronlik va ijtimoiy tarmoqlarni qattiq kontrol qilib, ularni qarorlik ishlatib, hukumat ko'z qarashi va ideologiyasini tarqatdi. 15 avgust kuni Hindistonning mustaqillikka erishganligining 79 yillik xotira kuni edi. Sharq Turkiston surgunda hukumati barliq Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Hindistonning mustaqilligining 79 yilligini Hindiston xalqi bilan birlikda xotirlaydiganligini, Hindiston xalqi bilan bo'lgan do'stlik rishtasisining texmi qo'yiq va mustahkam bo'lishini umid qildiganligini bildirib, ijtimoiy axborot vositalarida e'lon qildi. O'zimizga ega chiqmasak va ko'ngil bo'lmasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Hammamiz o'z iqtidorimiz va kollektiv millat bo'lish sifatimiz bilan vatanimizni ishg'oliyatchidan qutuldirish uchun va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizdan o'lgida qo'rqayotgan dushmandan biz asla qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni ching tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning ruxsati bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz shuningga ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, armay talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yashasin Sharq Turkiston. Salih Xudoyer. Bugungi xabarlarimizning oxirisiga keldik. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.